Abu Rayhon Beruniy 2-bo'lim. Abu Rayhon laqabini olgan. Keyinchalik Beruniy nomi bilan mashhur bo'lgan Muhammad yoshligidan ilmga ko'ngil qo'ygan edi. Yunonistonlik botanik olim bilan tasodifiy uchrashuvi uning ilm olamiga kirish debochasi bo'lib xizmat qildi. Menga qara o'g'lim, ana bu gullardan bir bog' olib kelchi, iltimos. Xo'p bo'ladi. Sen bu gullarni terguningcha, men boshqa gullardan terib keldim. Mana, qara. Yoqdimi? Bir qarashda gullar bir xilga o'xshaydi, lekin menimcha ular boshqa. Buni payqashingni bilgandim. Ular orasida qanday farq bor? Ikkalasi ham qumrovotlar oilasiga mansub. Men tergan gullar yashil qumrovot deb ataladi. Uni boshqacha nomlari ham bor. Ba'zilar samon choyshab deydi. Ba'zilar yashil haysara deydi. Ayrimlar sutpufak deb ham ataydi. Sen tergan gullar esa muattar qumrovot deb ataladi. Aytgan gaplarimni eslab qolgin. Ha, hidlab ko'rdingmi? Ha, hidi juda o'tkir ekan. Odamlar uni ta'm berish uchun ovqatga qo'shadilar, lekin uni tibbiy maqsadda ham qo'llashadi. U tanaga quvvat beradi. Peshob tutilish kasalligidan og'rigan bemorlarga ham foydalidir bu gullar. Juda kerakli ma'lumotlar ekan. Agar shu qiziqishing so'nib qolmasa, tez orada nabotot ilmining atoqli olimi bo'lib yetishasan. Shunday deb umid qilaman. Lekin men boshqa ilmlarga ham qiziqaman-da, ustoz. Ko'rinishidan faqat nabotot ilmi bilan kifoyalanib qolmaysan shekilli. Falakiyot, sayyoralar va biz yashayotgan yer haqida meni qiynaydigan savollar bor. Ozmoz hisob-kitob ilmini ham o'rganganman. Shu ilmga ham qiziqishim bor. Ustoz, bilasizmi? Men odamlarga, ularning irqlari, tillari va tabiatlarini o'rganishga ham qiziqaman. Bu gaplaringni eshitib juda xursand bo'ldim. Endi xotirjam ketsam ham bo'ladi. Yaxshi qol, kichik do'stim Abu Rayhon. Ketsam? Ha, Yunonistonga qaytishim kerak. Senga oldin ham aytgandim-ku. Bu yerga o'simliklarni yangi turlaridan terib, ularni o'rganish uchun kelgandim. Qolaversa, yurtimni, oilamni juda ham sog'indim. Lekin ketishdan oldin senga ikkita sovg'a berib ketaman. Qani, men bilan yurchi. Mana shu kitoblarni yaxshilab o'qib chiq. Bular handasa, falsafa va matematikaga oid Yunon tilidagi eng mo'tabar kitoblardir. Meni gaplarimni o'qitdingmi? Rahmat sizga ustoz. Tashakkur. Lekin nega meni bu yerga olib keldingiz? Biz o'zi qayerdamiz? Mana bu ikkinchi sovg'am. Biz hozir Shahzoda Abu Nasr Mansur ibn Ali ibn Iroqning qasridamiz. Shahzoda? Ha. U Xorazm shahzodalaridan biri. Bu qanday qasr bo'ldi? Shunaqangi katta kutubxonasi bor ekan. Shahzoda Abu Nasr ham ilmga muhabbat qo'ygan. U falakiyotshunos olimdir. Sen ham falakiyotshunoslikni yaxshi ko'raman demaganmiding? Qanday kutilmagan sovg'a? Mana shahzoda ham keldilar. Xush kelibsiz do'stim. Xush kelibsiz olimning tirishqoq shogirdi. Xush ko'rdik shahzodam. Demak, menga aytgan yosh oliming shu bolami? Men olim emasman, janob. Hali bu nomga loyiq ham emasman. Men o'z darajamni yaxshi bilaman. Unday bo'lsa, ilmingni ziyoda qilish uchun qattiq bel bog'la. Bir kun kelib mashhur olim bo'lib yetishasan. Mashhur va boy inson bo'lishni istaysanmi? Bu haqda umuman o'ylab ko'rmaganman. Mening birgina istagim ko'proq ilm olish. Yaxshi.
Yaxshi, ajoyib javob bo'ldi. Ko'rinishidan shogirdlikka munosib inson tanlabsiz. Demak, Abu Rayhon sizga ham shogird bo'lishiga qarshiligingiz yo'q, shundaymi? Aksincha, uning aql zakovati, ilmga bo'lgan ishtiyoqi meni lol qoldirdi. Bugundan boshlab uni o'zimga shogird qilib olaman va hamma bilgan narsalarimni unga o'rgataman. Lekin Nima lekin Abu Rayhon? sizga shogird tushgan paytimda sizni ishlaringizga ham qarashib yuborar edim. Onam bilan o'tin terish o'rniga sizga qarashsam, yordamlashganim uchun menga haq to'lardingiz. Endi esa onamga qarashim kerak. Bu yerda ilm olgani menda vaqt topilmasligi mumkin. Aybga buyurmaysiz. Ajoyib bola ekan. Aqlli, mehribon, tarbiyali, mas'uliyatni his qiladigan. Ilm olishing uchun hamma xarajatlaringni men qoplayman, Abu Rayhon. Sen onangdan xavotir olma. Bilasizmi, taqsir, ushbu bolakayni bu yerga olib kelish uning uchun sovg'a bo'ladi deb yanglishgan ekansiz. Aslida bu bola men uchun sovg'a bo'ldi. Unga ilm o'rgatish men uchun katta sharaf bo'ldi. Rahmat shahzodam, rahmat. Qani shogird, endi uyingga ketishing mumkin. Ertadan o'zingni faqat ilmga bag'ishlaysan. Faqat ilmga. Abu Rayhon shahzoda Mansur ibn Alining qasrida uzoq vaqt qoldi. Kundan kun Abu Rayhon ulug' olim bo'lib yetishish yo'lidan borayotganini isbotlar edi. Bu oxirgi kitob edi. Mana buni ham tugatdik. Qani men bilan yur. Hech ishona olmayapman, Abu Rayhon. Tinchlikmi taqsir? Qisqa yillar mobaynida ushbu kutubxonadagi barcha kitoblarni o'qib, o'rganib bo'lding. Avvalo Allohning fazli, so'ngra sizni inoyatingiz bilan. Hali tugatib bo'lmadik, Abu Rayhon. Senga beradigan yana boshqa narsam ham bor. Nima? Yana yangi kitoblar keldimi, ustoz? Undan ham muhimroq. Ulug' olim Abdus Somad al-Hakim. Nima? Mashhur falakiyotshunos olimni aytyapsizmi? Ha, xuddi o'zlari. Xush kelibsiz, hojam Abu Nasr. Xush kelibsan, Abu Rayhon. Meni taniysizmi, hazrat? Shahzoda sen haqingda ko'p gapiradilar. Aql va zakovatingni maqtab, kelajaging porloq bo'lishini bot-bot ta'kidlaydilar. Alhamdulillah. Bu Robbimning fazlidan. Alloh senga madadkor bo'lib, ilmingni ziyoda qilsin. Sen shunga loyiqsan, Abu Rayhon. Endi yangi ustozing bilan falakiyot ilmini, yulduzlar harakatini yanada chuqurroq o'rganasan. Bora qol, Abu Rayhon, hali oldingda ko'p ilm eshiklari turibdi. Ularni ochib ko'rishing kerak. Shahzodam, gaplaringizga qaraganda, o'sha ilm eshiklarining kaliti Abu Rayhonning qo'lida. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abu Rayhon falakiyot ilmiga qiziqar edi. Ustozi kundan kun uning bu boradagi qobiliyatiga amin bo'lib borardi. Osmonga uzoq tikilib qolibsan, Abu Rayhon. Falakiyot ilmini o'rganyapmiz-ku, ustoz. Bo'lmasa qayerga qarang? Teleskopdan qaramyapsan-da, shuni nazarda tutgan edim. Ha, hozir men tafakkur qilyapman. Nimalar haqida tafakkur qilyapsan? Menga ham ayta olasanmi? Albatta, ustoz. Quyosh botishi meni biroz o'ylantirib qo'ydi. Ufqdagi chiziqlarga bir qarang-da, ustoz. Menimcha, o'shalar yordamida yerning diametrini hisoblovchi tenglama tuza olaman. Nimalar deyapsan? Qanday qilib tuza olasan? Ha, balki hozir qila olmasman, lekin shunday g'oyalarim bor. Ko'proq o'qib, o'rganib, tajribalar qilsam, kerakli asbob uskunalar bo'lsa, hisoblashim mumkin. Lekin bu ishni hozir emas, keyinchalik qilsam kerak. Ammo menda boshqa g'oya bor.
uni aytsam, balki meni aqldan ozgan deb o'ylarsiz. Lekin aniq aytishim mumkin. Bu haqiqat. Xo'sh aytchi, Aburayxon, nega seni aqldan ozgan deb o'ylayman? Menimcha, yer turg'un emas. Nima? Ha, menimcha u o'z o'qi atrofida aylanadi. Ba'zi sayyoralarni kuzatayotganimizda ularning har xil tomonlarini ko'ramiz. Bunga sabab ular o'z o'qi atrofida aylanishi bo'lsa kerak. Yer ham o'shalar kabi bir sayyora. U ham o'z o'qi atrofida aylanishi kerak. Ajoyib fikrlar. Agar gaping to'g'ri chiqsa, falakiyotshunoslik ilmida tub burilish yashaydi. Ammo lekin buni isbotlash uchun ko'plab tajribalar qilish kerak bo'ladi. Olimning vazifasi shuda taqsir. Avval fikr yuritadi, so'ng tajriba qiladi, ana undan keyin bir xulosaga keladi. Sen mayda qadamlar bilan uzoq masofalarni bosib o'ta olasan, Aburayxon. Abu Rayhonning dovrug'i Xorazm shahzodasigacha yetib bordi. Uni chaqirtirib, qasr ulamolari safiga qo'shilishini so'radi. Abu Rayhonni o'zini ilmga, ixtiro va kashfiyotlariga bag'ishlashi uchun moddiy jihatdan ta'minlashni o'z zimmasiga oldi. Onajon, endi mendan rozimisiz? Sendan har doim rozi bo'lganman, bolajonim. Abu Rayhon. Ruxsat bering, onajon. Xorazm shahzodasi bilan uchrashuv belgilangan. Shunga tayyorgarlik ko'rishim kerak. Senda muhim ishi bor ekanmi? Ha. Unga rasadxona qurish taklifini bergan edim. Xo'sh, nima dedi? Rozi bo'ldi albatta. Men so'ragan hamma jihozlarni olib kelib berdi. Tez orada ustozlarim bilan rasadxona qurilishini boshlaymiz. Yig'layapsizmi, onajon? Ha, bu sevinch ko'z yoshlari bolam. Abu Rayhonning dovrug'i olamga yoyildi. U o'z asrining ulamolari orasida porloq yulduz kabi. Lekin kutilmagan hodisalar uning hayotini yana bir bor tubdan o'zgartirib yubordi.